Mana Qorasuv shahridan Husanboy ukamiz biza ancha yilga qadrdon. Mana shu ukamizni kutib, mana Anjaliylar, Vodiylik ukalar dasturxon qilishyapti Novzada. Mana endi Murodjon ukamiz mana umra safarlariga borib ketdi, muborak bo'lsin. Mana bu hammasi bular necha yillik oldin shu Anjanda mamlakatda bo'lishib, bitta yurishib bu yerda mana jiyanimiz Yusufjon o'tiribdi, ana u yerda Komiljon o'g'illar o'tiribdi shu yerda, ana Lutfulla, ana xullas hammasi ukalarimiz, jigarlarimiz mana shu bir oyda bir yig'ilishib, mana bu yerda ustoz Komiljon akamiz borib o'g'illari Nozimjon, mana jigarimdek qancha yildan beri. Mana yonimda Yusufjon, baraka topsin Yusufjon Yusuf. Ro'za Ramazonni oldidan chiroyli dasturxon qilib, mehmonni hurmatidan dasturxon qildi. Ro'zaga hammamiz sihat salomat bola chaqalar bilan ro'za tutib o'tkazishga nasib qilsin. Barakalloh. Mana endi men o'zim ham o'zim mana shunaqa odatlarim ham bor. Bu odatni Salohiddin To'xtasinovdan o'rganganmiz. Ustozimiz suratga olib qo'yardi. Bizni vaqtimizga tayyor apparat chiqib qoldi. Ustozlarni Alloh rahmat qilsin.